Quyonlar qaysi faslda ko'p bolalaydi? Quyonlarga qaysi fasl noqulaylik tug'diradi? Ko'pincha qaysi faslda quyonlar kasallikka uchraydi? Qaysi zotlari quyonni bolasiga qaramay emizmay qo'yadi va yeb qo'yadi? Video davomida. Assalomu alaykum yaxshilar. Sog'misiz, omonmisiz? Siz avval quyon boqmagan bo'lsangiz, bu video oldingizdan hozir chiqib qolgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ying. Hech ham zarar ko'rmaysiz. Quyonlarni boqishda sizga eng zo'r ma'lumotlar tajribadan o'tgan. Siz avval quyon boqmagan bo'lsangiz, videolarni YouTube kanalimdan to'liq holatida kuzatib chiqing. Quyon haqidagi videolar juda ham ko'p. Agar siz go'sht yo'nalishida tovuq boqsangiz ham videolarimni oxirigacha ko'rib chiqing. To'liq holatida YouTube kanalida. Mollar, echkilar, qo'ylar haqida ham to'liq holatida tajribadan o'tgan ma'lumotlar. Videolarimda TikTok, Instagram, Facebook albatta to'liq holatida YouTube kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Quyonlar juda ham suvni yaxshi ko'rayotgan jonivorlar hisoblanadi. Va toza suv bering iloji bo'lsa. Quyonlarga yoz fasli juda ham noqulaylik tug'diradi va yoz faslida kamdan kam bolalaydi. Bolalaganda ham kattarish qiyin bo'ladi. Quyonlar qish faslida o'ziga qulay bo'ladi va yaxshi ko'payadi va yaxshi semiradi. Yoz faslida quyonlar boqsangiz kam bolalaydi. Agar qish faslida ko'p bolalaydi va bexato katta qiladi. Jaydari quyonlarda ko'pi bolasiga yaxshi qaramaydi. Ularda ham zoti bor. Chatishib ketgan jaydari quyonlar bolasiga yaxshi qaramaydi. Ko'plari emizmay qo'yadi, tanimay qo'yadi. Meni bolam emas deydi. Sababi siz qo'lingiz bilan ushlaysiz va bu begona quyoncha, meni quyonlarimni oldiga kelib qopti deb yo uni emizmay qo'yadi yoki yeb qo'yadi. Yana yeb qo'yishiga sabab quyonlar tuqqan paytida juda ham suv solib ketadi. Juda ham suvni yaxshi ko'rayotgan jonivor bu quyonlar va o'zini bolasini yeb qo'yadi. Tuqqan paytida tez xabarang suvdan va toza suv bering. Siz quyonlarni qaysi zotidan boqasiz? Kommentariyaga fikringizni yozib keting. Biz uchun qiziq. Quyonlarda eng joni qottilari Kaliforniya. Siz uchunchi? Siz qaysi zotiga qiziqasiz? Javobingizni kutib qolaman. Siz agar quyonlarda go'sht yo'nalishida boqsangiz, bu ham foyda keltiradi. Agar siz quyonlarni tug'dirib bolachalarni sotsangiz, bu ham tez foyda keltiradi. Quyoningiz xuddi mana shunday bunilarni ishqa ursa, qish paytida ayniqsa, bu quyonlarni burni shamollagan bo'ladi. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying.